20-iyunga Umra restoranimiz xudo xolasa ochildi. Umraga bormoqchilarga mana shu yerdagi ko'rib turgan narsalarni ko'p narsalar bonus qilib beramiz. Ko'rib turgan chamadonlarni alohida bonus qilib beramiz. Bu erkaklarga ehromni kamarchasi, oyoq kiyim, zo'mticha, jaynamoz, bo'yin yostiqi, alohida qo'riqchini so'mkacha beramiz. Agar ayollarimiz bo'ladigan bo'lsa, ayollarga ham alohida chamadon, alohida jaynamoz, bo'yin yostiqcha, zo'mtikchalar, keyin ro'mol, qo'l yurishni so'mkacha, oyoq kiyim, pinetkalar, undan tashqari alohida kamzatcha, alohida yelkaga keladigan so'mkachalarni ham mutlaqo bepulga beramiz. Xudo xolasa inshaalloh restoranimiz ochildi. 20-iyunga joylar qo'yilgan. Bemalol joylarni bandisdan bo'ladi. Mana shu videoda Umraga boraman degan do'stlarga tashlab beringlar. Xudo xolasa sizlar uchun zo'r tanlov bo'ladi. Malakali 50 boshi Kamolning hoji akamiz o'zlari xizmat qiladilar. Bemalol o'zlarini ehtiyot qilib, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz, to'g'riroq, yana ham to'g'ri ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Undan tashqari gastnitsa masofalari juda yaqin bo'ladi. Madina-i Munavvarada 100 metr bo'ladi. Makka Mukarramada 1 kilometr 200 metr bo'ladi. 4 yulduzli gastnitsamiz bo'ladi. O'zlarini ehtiyot qilib, mana shu videoga like bosib, Umraga boraman degan do'stlarga tashlab beringlar. Pastdagi nomerga telefon qilsangiz, yana ham to'g'ri ma'lumot beramiz. Sog' bo'linglar.